Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Sizlarga sifatli va toza zamonaviy bolalar kiyimlarini optim narxda taklif qilib qolamiz. Marhamat. Bizning mana qatorimizda hammasi futbolka va koftalar joylashgan. Bularning narxlari 10 ming so'mdan 40 ming so'mlar atrofiga chiqadi. Xo'sh, kachsasi bo'lsa, kachsaga gap bo'lishi mumkin emas. Mana fabrikni Xitoy chestamasi. Xo'sh, bu qizlar uchun ham koftachalar. Bu, например, 20 ming 15 ming atrofida chiqishi mumkin. Xo'sh, yana o'g'il bolalar uchun finka. Xo'sh, bundan boshlasak, to'g'ri bo'ladi. Xo'sh, o'g'il bola uchun finka bu. Kelasizlar, torttirib kiloga arzon narxida chiqadi. Mana gap bo'lish mumkin emas, finka o'g'il bola uchun skromli, akkuratni turadigan. Xo'sh, yana bu qizlarimiz uchun koftichka. Hammasi 10 ming so'mdan 40 ming so'm atrofiga chiqadi. Xo'sh, davom etamiz. Mana shu ko'rsatgan hamma kiyimlarimizdan skladdan bor. Optim oluvchilar uchun nerealniy narxga beramiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish ham mavjud. Hamma kiyimlarimiz, duvoygalarimiz hammasi fabrikni Xitoy. Mana kiyimlarimiz ham, например, 30 ming yo 35 ming atrofida chiqadi shu ko'ylaklarimiz. Har xil razmerlardan bor bizda. Hurmatli obunachilar, faqat bizda ko'ylaklar va shortiklar emas, bizda pijamalar ham mavjud. Har xil turdagi pijamalar bor. Har xil razmerdagi. Optim oluvchilar uchun ham ancha-muncha kelishtirib qilib beramiz. Sifatga gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rishingiz mumkin. Har xil turdagi kiyimlarimiz ham mavjud. Men bular endi bir 10 ming yo 15 ming atrofida chiqishi mumkin demak shu kiyimlarimiz. Optimga, donaga emas. Optimga shunaqa chiqadi. Xo'sh, optim oluvchilar, mana shu kiyimlarimiz hammasidan skladda bor. Hamma razmerlardan bor skladimizda. Bemalol telefon qilib yoki kelishinglar mumkin. Bizda keyin sochiqlar ham bor. U ham omborda. Xo'sh, bizda mana yana shimlarimiz ham bor. Hammasi. Hatto shimlarimiz. Ujinski shimlar. Sochiqlarimiz ham bor. Gepardli. Bu men bolalarning kiyimlari. Shimlar. Hammasi kiloga. Xo'p, hurmatli obunachilar, men hamma kiyimlarimizni bitta obzor qilib bera olmadim. Buning uchun uzr so'rayman. Xo'sh, optim oluvchilar uchun, misol, viloyatdan bo'lsanglar, boshqa viloyatdan, misol, xo'sh, Surxondaryo, Buxoro, Xorazm, shu tomonlarda bo'lsanglar agar bizga video vizitdan telefon qilasizlar. Hammasini o'zimiz tahlillab jo'natib boramiz viloyatlarga.